Opa! Mana kamina ham shu yerda. Birinchi mana shu kerak. Demak, bu odam butun kun och yurib, ziyofatda bo'kib yeyish uchun kelgan. Bu qisqasi bayram endi boshlanadi. Ha, birinchi mehmon kelmoqda. Krevetka. No'g'atvoy, o'zingmisan? Sizday zodagon bilan bir qoringa tushadigan kunlar ham bor ekan-ku, ha? O'zingga maliveni ichidan terib yeyilgansan shekilli. Bu bola nuqul kartoshka chips bilan meni qo'shib yeyverib jonimga tegdi. Ovqatlanish madaniyati nol. Tushunaman. Kartoshka chipslarni ham yillar bo'ldi ko'rmaganimga. Qani ko'raylikchi, mendan oldin kimlar kepti ekan bu yerga? Salat-ku. Hozircha hammasi yaxshi. Qandaysan? Krevetka va no'xat. Qani bu? Baqlajonmi, qalampirmi, karammi, yo'qmi? Yo'q do'stim. Bu yerda sani tanishlaringdan hech kim yo'q. Faqat men bilan mana bu no'xatvoy. Bu safargi ba'zim zerikarli bo'ladimi deyman? Nimaga ensang qotyapti? Hurmatsizlik bo'lmasin-u, meni salomatlik uchun qayrim zarar. Krevetka nimasi bilan zararli? Bilmadim, to'g'risini aytsam, krevetka zararku. Osmon kayama biza faktor edik. Kartoshka, meni sharmanda qilyapsan. Sizlar yetmay turgandilaring o'zi. Bolakaylar, joy beringlar, asosiy taom keldi. Ko'ryapmiz. Rosa sog'lom ovqat keldi-da. Agar juda mazali bo'lsang, sog'lom bo'lishing shart emas. Qolaversa sog'lom ovqatlanish degan narsa modadan qolgan. Modadan qolgan. Kartoshka, jim bo'l. Men asosiy taomman. Mendan keyin deyarli hech nima yeyilmaydi. Muzdagina baliq, svejigina baliq. Xudoyim, go'shtdan keyin baliq. Og'zingni yop, go'shtcham. Qizil tolalaring to'kilib ketyapti. Sen mendan hech qachon mazaliroq bo'la olmaysan. Kartoshka bilan qo'shib yeyishmasa senga itam qaramaydi.